Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 18-fevral va haftaning 3-kuni chorshanba. Bizda bugun kutilayotgan iqtisodiy yangiliklarga qaraymiz. Iqtisodiy yangiliklarda biz bugun asosiy yangilik sifatida mana shu Buyuk Britaniya tomonidan e'lon qilinadigan inflyatsiya ma'lumotlariga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu haqda hozir video brifing davomida yana gaplashamiz. Undan tashqari o'rtoqlar, uzoq muddatli foydalanadigan tovarlarga buyurtmalar ham albatta bizning e'tiborimiz markazida. Bu AQShning iqtisodiy signalini, bir kichik signalni VVPdan oldingi signal desa ham bo'ladi. Shu bizga albatta dekabr oyidagi uzoq muddatli foydalanadigan tovarlarga buyurtmalarni qanchalik darajada ko'p yoki kamligi albatta bizda iqtisodiy holatini tushuntirib beradi. Va eng asosiy yangiliklardan biri o'rtoqlar, FOMSni protokoli e'lon qilinadi. Bu kechqurun, demak 19 bo'lsa 5 soatni qo'shadigan bo'lsak 24:00 larga to'g'ri kelib, ya'ni 00:00 da e'lon qilinadi. Bu chunki vaqtlari GMT bo'yicha ko'rsatilgan, xabaringiz bor. 5 soatni qo'shadigan bo'lsak O'zbekiston vaqti va kim qaysi davlatda yashasa ana shu davlatning GMTsini qo'shib yoki ayirasiz. Bu 0, GMT 0 bilan belgilangan. Demak, mana shu protokolda biz FRSning a'zolari, mana shu FOMS a'zolari iqtisodiy holatni qanday ko'ryapti, qanday baholayapti va dollarni kelajagiga qanday kutilmalar borligini biz ertaga siz bilan birgalikda mana shu bayonot e'lon qilingandan keyin o'qib tanishib, sizga yana gapirib beraman. Bu vaqtda albatta biroz vaqt o'tib kechqurun sal volatillik bo'lishi mumkin bozor, shunga ehtiyotkor bo'lasiz. Va undan tashqari o'rtoqlar, API tomonidan e'lon qilinadigan AQShdagi neft zaxiralari albatta bu ham e'tiborimiz markazida. Keling, bozorga qaytamiz va dollar indeksi kecha pasayishga imkoniyat qarashimiz kerak edi. Imkoniyat qaraganimiz bizga texnik tahlil jihatidan qarasak, mana shu FVGdan atkat beradi deb kutishimiz mumkin edi. FVGdan qaytdik va o'rtoqlar, bizani birinchi tek produktimiz qayerda bo'lishi mumkin edi? Mana shu lovni tagida bo'lishi mumkin edi. Mana shu likvidlarni yetishi, undan keyin mana bu tortadi deb kutgan bo'lishingiz ham mumkin yoki bu yoqqacha kutgan bo'lishingiz mumkin. Agar kutgan bo'lsangiz bo'lmagan, agar kutmagan bo'lsa albatta siz bozordan foydada chiqqansiz. Va bozor bizga dollar kuchayib, undan keyin pasayish siklini ko'rsatdi. Ya'ni albatta biz bilamiz, texnik tahlil bilan qarashimiz kerak. Bozor yo'nalishi dollar mana shu tomonga, mana bu sabablar fundamental asos bo'ladi deb aytaman va bunga texnik tahlil kirish nuqtasini bergandan keyin albatta kirish tavsiya etiladi. Demak, dollar bugun qanday holatda o'zini tutyapti? Aslida dollar kuchli. Haqiqatan kuchli. Chunki kechagi biz EDP non-farm employmentni haftalik hisobotini ko'rdik. Bu kutilmadan ham yaxshi, 6,5 ming kutilma edi, bu yerda 10,2. Demak, negadir yaxshi ketyapmiz. Ish bozori juda zo'r. Negadir, to'g'rimi? Va bu narsa bizda dollarni albatta rag'batlantirishi kerak. Ko'pchilik biroz cho'chiyapti bozordan. Nima uchun cho'chiyapti? Chunki bugun FOMS protokoli e'lon qilinadi va oldinda bizda mana shu hafta kuchli yangiliklar haftasi. Bundan tashqari o'rtoqlar, hozir biz bilib turibmiz, Donald Trampning mana shu Oliy sud tomonidan e'lon qilinadigan bojlarni qonuniy yoki noqonuniy ekanligi haqidagi bayonotlar bizda bozorda kuchli impulslarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotkorlik albatta muhim va kelinglar yana e'tiborimizni geopolitikaga qaratsak, Eron bilan AQSh masalasi bo'yicha muzokaralar yaxshi ketayotganligini aytishdi. Faqat bir ikkita e'tibor beradigan joylar bor ekan. E'tibor beradigan joylar, bular bo'yicha yana qayta muzokara bo'lar ekan, muzokara davom etadi, lekin hozircha muddati ma'lum emas ekan. Eron endi aytishi bo'yicha AQSh Eron bilan muzokaralarda uranni boyitishni 3 yilga to'xtatishligini kelishib olishgan va zaxiralarning bir qismini boshqa davlatlarga berar ekan. Bu aslida AQSh o'zining maqsadiga erishyapti. 3 yilga bo'lsa ham hozir uranni boyitishdan Eronni to'xtatdi degan gaplar bor va bu hozir geosiyosiy riskni, kayfiyatini kamaytiradi va dollar bu fonda albatta qo'llab-quvvatlanishi kerak. Neft bo'yicha unga ham to'xtalamiz. Kelinglar, mana shu geopolitikani aytganimda biz oltinga qaraylik, biroto'la. Oltin narxi ko'tarilishga haqqi yo'q, chunki geopolitika bunday deyotganda oltin ko'tarila olmaydi. Oltin ko'tarilishining sababi hozir bozor ishtirokchilari inflyatsiyani yumshoqligiga qarayapti, dollar bo'yicha noaniqlikka qolyapti. Lekin oltin hozir texnik tahlildan ko'radigan bo'lsak, agar mana shu zonamiz hozir juda ham ideal zonada turibmiz. Aslida zo'r joyda o'rtoqlar, mana shu qizil nuqtamiz bizda zo'r zona texnik tahlildan qaraydigan bo'lsak va hozir agar mana buni yechadigan bo'lsa, bizni keyingi qaysi zonamiz mana shu yergacha chiqsa, keyin to'chib holda qarab ko'ramiz pastga. Ya'ni mana shu zonalardan pastga imkoniyat izlab ko'ramiz. Lekin agar chiqmay qolsa-chi, o'rtoqlar, chiqmay qolsa, mana shu yerdan o'zida hozir agar breakout bo'ladigan bo'lsa,
likvidlarni ovlaydigan bo'lsa o'rtoqlar, biz bu blokni nima derdik? Mana shu mana likvid turibdi, yechadigan bo'lsa breaker blok derdik. Hozir breaker blokka sal yaqinlashyapti. Mana shu hayni hozir hay emas bu. To'g'riroq mana shu yerdagi likvidlarni biroz yechishga tortilyapti. Bozor tortilishi, ya'ni $9 yuqorilasa tilla, undan keyin sizga imkoniyat qarab ko'rsa bo'ladi. Bo'lmasa o'rtoqlar biroz teparoqdan albatta kichkina time frame o'tib yaxshi argument topishimiz kerak. Va take profitimiz Asia low bo'ladi albatta. Hozircha New York low'i magnit zona bo'lishi mumkin, lekin Asia low'da men likvidlarni ko'rmayman. Bu yerda ko'p FVG borda, o'rtoqlar bozor sal shubhali yurayapti. Ko'raylikchi nima qiladi? Hozir qaytib mana shu FVGlarni mensimay qaytib ketadimi shu yerning o'zidan? Qisqasi mana shu New York low'gacha ham tushish ehtimoliga yuqori tillani, chunki tilla unchalik bir talabda emas hozir va 4900 da, hattoki 5000 dan pastda yuribmiz. Kun davomida ko'ringlar va mana shu zonalarimiz aktiv. Agar mana shu zonalardan qaytib bermasa, demak tilla bo'yicha pozitsiyalarni yo'nalishini o'zgartirish kerak bo'ladi. Biroz yana ma'lumot izlanishimizga to'g'ri keladi. Yevropa valyutasi, ya'ni yevro nima bo'lyapti? Yevropa o'zi aslida valyutasi yevro hududida iqtisodiy zaifligi sababli Yevropa Markaziy banki tomonidan foiz stavkalarini mabodoga tushirib qolishi mumkin. Mana shu yerda, mana shu yilda degan kutilmalar asosida birozgina zaiflashyapti. Va seshanba kuni e'lon qilingan, ya'ni kechagi Germaniyadagi ZEV so'rovlari, ya'ni ZEV so'rovi bor. Bu nimani ko'rsatadi? Yevro hududining eng yirik iqtisodiyoti bo'yicha investorlar kayfiyati ham, mana shu ZEV ham hammasi hozir 59 bo'lgan bo'lsa ham, hozir 58.3 ga tushib ketdi. Yevro hududida iqtisodiy kayfiyat indeksi ham 40.8 dan 39.4 ga tushib ketdi. Bu albatta yevroni zaiflashishiga olib keladi va dollar kuchayayotgan. Albatta bu yerda korrelatsiyani ham inobatga olishimiz kerak. Funt masalasi, mana funtga to'xtaldik. Kecha masalaga albatta bu yerda xo'p, kecha bitta narsaga e'tibor qilish esimizdan chiqqan. Kecha yangilik bor edi. Yangilikni vaqtlariga, mana shu yangilikni iqtisodiy kalendarda e'tiborsiz qoldirgan ekanman va kecha biz o'rtoqlar Buyuk Britaniyani non farmini ko'rdik va o'sha non farmga tahlilimiz jihatidan biz pastga pozitsiyani kutayotgandik. Mana shu vaqtda mana shu sham yopilishiga, mana ochilishiga qisqasi shu non farm vaqti edi va ketdik. Buni keyin payqab qoldim, xato bo'lganligini. Kun davomida sizlarga yuqoriga imkoniyat qaraymiz deb aytgan edim, lekin o'rtoqlar men o'zim pastga imkoniyat qarashga majbur bo'ldim ana shu yangilikdan keyin. Demak, hozir ham albatta imkoniyat bersa bozor, mana bu yer menga sal yoqmayapti-da, lekin yomon emas. Sal yoqmayapti, ko'proq pastga hozir yurishdan oldin tepaga bitta test qolaman degandek qilyapti-da. Agar tepani bitta test qolsa, mana bu FVG mensimaydiganga o'xshaydi. New York low'gacha bu bemalol ko'rsatib berishi mumkin, chunki bugun fundamental yangilik bor. Bugun biz inflyatsiya ma'lumotini ko'rishimiz kerak. Kecha dumaloq videoda ham aytdim. Funt bo'yicha albatta mana shu kecha aytganim bugungi kutilmalar e'tiborimiz markazida. Bugun esa biz hozir funt dollar juftligini bozor tomonidan yangilik agar o'zini oqlasa, haqiqatan inflyatsiya 3% yoki undan pastga yumshasa, 3 dan yumshab ketsa juda yomon bo'ladi. Funt juda pastga ketib qoladi. Agar 3.1 bo'lib qolsa ham o'rtoqlar tepaga ketib qoladi. To'g'ri, hozirgi holatdan ko'ra yuqoriga chiqadigan bo'lsa, bu aslida inflyatsiya baribir 3.4 dan hozir 3 ga tushishligi bu aslida katta kutilma, to'g'rimi? Lekin 3.4 dan 3 ga emas, balki 2.9 ga tushib ketsa juda yomon bo'ladi. Mabodo 2.9 emas, balki 3.1 bo'lib qolsa, bozor hozir 3% ni narxlab bo'lganligi uchun birozgina ko'tarilib olishi mumkin. Shuning uchun inflyatsiya hisoboti qanday e'lon qilinishiga qarab o'sha tomonga pay sotishni mantiqan to'g'ri bo'ladi deb hisoblayman. E'tiborimiz markazida bugun inflyatsiya hisoboti. Neft bo'yicha men to'g'risini aytadigan bo'lsam, bayga qarayman bugun. Kecha selga qaragan edim, bugun bayga imkoniyat izlayman. Nima uchun deyilib, Eron bilan kelishuv yaxshi, ta'minot zanjirida uzilishli xavotirlar yo'q deyishlar mumkin, to'g'rimi? Ormuz bo'g'ozining ayrim qismlarini mana shu nimadirlar bo'lyapti ekan, u yerda men bu narsalarni balki mumkin emas, bilmayman, shuning uchun aytmay qo'ya qolaman. Shuning uchun ba'zi qismlari yopilishligi haqida e'lon bergan Eron va bu narsa ta'minot zanjirida birozgina uzilish ehtimolligi bor deb qaraladi, chunki Ormuz bo'g'ozi dunyoning eng muhim neft tranzit yo'llaridan biri va dengiz orqali eksport qilinadigan xom neftni taxminan 3 dan 1 qismi shu yo'l orqali, shu bo'g'oz orqali o'tadi va bu albatta ta'minotda uzilish xavotirlarini keltirib chiqaradi. Lekin bozor ishtirokchilari bugun API tomonidan e'lon qilinadigan neft zaxiralariga e'tibor qaratishyapti. Asosiy e'tibor mana shu neft zaxiralarida. Va undan tashqari Eron bilan mana shu masalalar kelishuv borligi bu neftni pastga tortish kerak edi. Ha, pastga tortib bo'ldi, lekin Ormuz bo'g'ozi haqida yangilik chiqib, endi yuqoriga tortishga majbur. Bugun bayga qarab ko'rsa bo'ladi. Yana o'qib olasalar, balki mumkin emas yangiliklardir, men bilmayman, shuning uchun men gap
siyosiy holatlarni imkon qadar gapirmaslikka harakat qilaman sizlarga, chunki iqtisodiyotga tegishli bo'lmagan joyga adashib ketishimiz mumkin. Faqat iqtisodiy jihatdan mana shu foreksga aloqador joylarni tahlil qilamiz. Biz yangiliklar kanali bo'lmasak, foreks bo'yicha albatta men o'zimni ko'rgan, bilgan fundamental bilimlarni sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman ko'p holatlarda. Demak, bugun Osiyo sessiyasida dollar Yapon yenasi qaysi tomonga harakatlanadi? Bu yerda Yaponiya yenasi biroz rag'bat olishligi ehtimolligi bor edi, lekin qaranglar, bu yerda katta ehtimol bilan foiz stavkalarini yaqin oylarda ko'taradi degan narsa o'zi narxlanib bo'lingan desam bo'ladi. Bu yerda Takaichi va bosh mana shu vazir aytaylik, keyin Markaziy bankning rahbari, hammasini mana shu insonlar hozir o'zaro bir-biri bilan kelishgan holatda ishlash kerakligi haqida gapirib qo'yishdi. Demak, bu yomon emas. Bu yerda oddiy qilib qaraydigan bo'lsak, hozirgi holat bo'yicha Yapon yenasi birozgina kuchayishi kerak. Ya'ni aqlli rag'batlantirish degan Takaichini rejasi tafsilotlari taqdim etildi. U hozirgi holat bo'yicha hisob-kitoblarga, nazoratli hisob-kitoblarga asoslangan va nazoratsiz inflyatsiyani qo'zg'atishga emas deb qaralyapti. Ya'ni inflyatsiyani o'stirib yubormasligi mumkin degani. Bu esa o'rtoqlar, iqtisodiy o'sishi mustahkamlanishga qaratilganligi, davlat qarzini barqarorligi bo'yicha xavotirlarni kamaytirib, yana qo'llab-quvvatlayapti. Lekin o'rtoqlar, inflyatsiyani qo'zg'atib yubormasa, inflyatsiya pasayishda davom etadigan bo'lsa nima bo'ladi? Bu foiz stavkalarini tushirish ehtimolligini qo'zg'atib yuboradida. Menda dollar Yapon yenasi bo'yicha sal noaniqlik kelib qoldi, chunki Yapon yenasida uchun pozitiv yangilik ham negativ yangilikda bu ikki orasida qolib ketdik. Xuddi tarozini ikki pallasi bir xil joyda turgan edik. Ikkalasiga ham yarim kilodan qo'ygansiz, o'rtada qolib ketganda. Dollarning kuchayishi, bu yerda FOMS bayonotlari kutishlaridan oldin pozitsiyadan ko'pchilik chiqadi bugun dollardan. Ehtiyotkor bo'lish kerak, chunki bu yangiliklar albatta bozorni o'zgartirib yuborishi mumkin. Xavotirdaman o'rtoqlar, to'g'risini aytadigan bo'lsam, bozordan mana shu lowgacha bir harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Ishonar, ishonmas o'rtoqlar, masalga paytsa qarayapman. Katta ehtimol bilan agar mana shu FBGdan atkab olsak, bayga paysani o'zgartiraman. O'sha temaga ma'qul. Bitta juftlikni mukammal o'rganing va har biriga qaytavermang. Dollar Kanada dollari. Xo'p, neft narxlari ko'tarilishligi bu yerda hozir podдержка qilish kerak, lekin kimnidir neft narxlari tushadi deb kutyapti. Yo'q, neft narxlari biroz ko'tarilishi kerak. Nega inovatga olmayapti Ormuz bo'g'ozidagi mana shu vaqtinchalik bir qismini o'sha yopilishligini, dunyo miqyosidagi dunyo neftini 3 dan 1 qismi o'tadigan katta dengiz yo'lini bilmadim. Xo'p, demak, neft bo'yicha tahlillarimizga asoslanadigan bo'lsak, UZCAT buy emas, sellga ketish kerak aslida. Kelinglar, dollar kuchayotganligi fonida biroz yuqoriga paysa qaraymiz. Mana shu FBGlar. Men tegishli maslahat bermasdim UZCATga, chunki range holatida o'zi tahlillar o'zini oqlamayapti, yurmayapti yaxshi. Sellga paysa qarash kerak dedim, to'g'rimi? Misol uchun bu texnik tahlildan qaraydigan bo'lsak, yo'qda mana hozircha nima bor bu yerda? Mana bu yerda misol uchun sellga paysa qaray olarmi? Kuchli impuls bilan buzib ketib qoldi. Men bilmadim, sellga paysa usha olmasdim kecha, misol usha olmas edim ham va sellga imkoniyat bozor mana yursa ham imkoniyatni bermadi. Texnik tahlil sal o'xshamadi. Demaylik o'rtoqlar, Avstraliya dollari va dollar o'rtoqlar. Nima bo'ldi? Traderlar payshanba kunga, ya'ni ertangi masalaga qarayapti. Avstraliya bandlik hisobotida qo'shimcha signal kutishyapti. Ishsizlik darajasi turib 1 dan turib 2 ko'tarilishini kutishyapti. Bu yomon. Aslida nega ishsizlik darajasi oshishi kerak? Ishsizlik ko'pmi? degan savolni keltirib chiqaradi. Bandlik esa 20 mingga oshish prognoz qilinyapti. Bandlik oshishi bu yaxshi. Mehnat bozoridagi zaif belgilar bo'ladigan bo'lsa, bu outni albatta qisqa muddatda bosim ostida qoldirishligi mumkin va out dollar juftligini pastga paysalarni biroz ma'qul ko'rib tursa bo'ladi. Barchaga rahmat. Kuninglar xayrli o'tsin o'rtoqlar. Sizlar bilan yana bugun kunnomada Reels va mana shu balki darsliklarni yana boshidan boshlaymiz. Darsliklarda yoki Reelslarda yana ko'rishamiz. Bozorda ehtiyotkor bo'linglar, salomat bo'linglar.